Hammaga assalomu alaykum. O'tgan darsimizda biz shablonlar orqali kontroller va viewlar yaratgandik va create metodi misolida muammolarni ta'kidlab o'tgandik. Ular qanday muammo, nimaga ular kelib chiqqan, nimaga bu shablonlar bilan yaratish bizga to'g'ri kelmaydi. Shularni ko'rib chiqamiz hozir. Shablonlar yordamida yaratilgan kontrollerimiz separation of concern tamoyiliga mos kelmaydi. Separation of concern nima? Separation of concern har bir dasturiy komponentani o'zini aniq vazifasi bo'lishi kerakligini nazarda tutadi. U dasturiy komponentlar faqat bitta vazifani bajarishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu bizga kodga oson o'zgartirish kiritish imkonini beradi. Ya'ni agar tizimning bir qismi o'zgartirilsa, boshqa qismlariga ta'sir qilmaydi. Qayta foydalanishda imkonini beradi. Ya'ni shu modullarni boshqa loyihalarda yoki ilovada yana qayta ishlatish imkonini beradi. Testlashda ham qulaylik beradi. Har bir qism alohida bo'lsa, testlashni osonlashtiradi. Xullas, ana tepada ko'rsatilgan rasmdagi pichoqdaqa bo'lmaslik kerak. Shuning uchun biz shablon bilan yaratgan kontrollerimiz bunga mos kelmaydi. Bu kontrollerimizda bitta metodning ichida ko'pgina vazifalar bajarilgan. Ya'ni ular qaysilar? Formada foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni qabul qilish, formadan olingan ma'lumotlarni bazaga mos keladigan turga modelga aylantirish. Aslida formadan to'g'ridan-to'g'ri bazaga yozilyapti. Bunday bo'lmasligi kerak. Ma'lumotlarni bazaga saqlash jarayoni ham shu joyda bajarilyapti. Bu ham alohida qatlamda bajarilishi kerak. Va foydalanuvchiga ko'rinish view orqali natijalarni ko'rsatish ham shu joyda o'zida bajarilyapti. Ularni kodni o'zida ko'rsak, model state'ni tekshiryapmiz. Keyin o'zgarishlarni bazaga saqlayapmiz va foydalanuvchini boshqa sahifaga yo'naltiryapmiz. Bunaqa kodni keyinchalik o'zgartirish, ya'ni rivojlantirish yoki поддержка qilish qiyinchilik tug'diradi. Ilovaga talablarimiz ko'paygan sari bu kod muammoga aylanadi. Yana biz validatsiya qo'shishimiz mumkin. Kod yanada uzunroq bo'lib ketaveradi. Bu yerda nima qilish mumkin yoki nima qilish kerak? Buni yo'llari ko'p. Endi bu kodni qulayroq поддержка support qilish uchun refaktor qilishimiz kerak bo'ladi. Buni keyingi darsda amalga oshiramiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Shu kontrollerimizdagi vazifalarni har xil qatlamlarga bo'lib chiqamiz. Birinchisi repozitoriy qatlamini yaratamiz. U DB context bilan ishlaydi. Baza bilan ishlash jarayonlari unda bajariladi. Keyingisi logic biznes mantiq qatlami. Bu qatlamda model obyektlarini ma'lumotlar bazasi obyektlariga aylantiramiz. Bu qatlamda yana validatsiya va biznes logika qoidalari bajariladi. Va oxirida shu kontrollerimizni o'zgartirib qo'yamiz. Unda kiritishni view modelga bog'lab qo'yamiz. Validatsiya holatini tekshirib olamiz. Oldingi qatlamdagi biznes logikani shu joyda ishlatamiz va viewni ham shu kontrollerda qaytaramiz. Bunaqa yondashuvlar turi ko'p, lekin asosiy maqsad shu kontrollerimizni mas'uliyatlarini ajratib olish. Keyingi darslarda shularni amalga oshiramiz. Nasib qilsa